Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Assalomu alaykum hurmatli hidoya darsi ishtirokchilari. Avvalgi bobdan qolgan mavzularni davomi sifatida bugungi darsimizni ham davom ettiramiz. Bu bob ma yujibul qado'a val kaffarata. Ya'ni ro'zador odam ro'zaning sahihligiga, sog'lom ado etilishiga zarar yetkazib qo'yadigan jinoyatlarni sodir qilganida uning qazosini tutib berish yoki kafforatini to'lab berish kabi jinoyatlar, qaysi jinoyatlar, qanday jinoyatlar ekani haqida gaplashib o'tayotgandik. Bugun ham vaqtimiz muyassar qilganicha shu bobdan o'qib o'rganamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Quduri rahimahulloh: "Va law jama'a maytatan aw bahimatan fala kaffarata alayhi anzala aw lam yunzil." Quduri rahimahulloh aytadilar: agar ro'zador odam o'lik ayol bilan jimo qilib qo'ysa yoki biror hayvon bilan nafsi g'olib kelib mujomaat qilib qo'ysa, bu odamning zimmasiga kafforat ro'zasini tutib berishi vojib bo'lmaydi. U odam mana shu mayta yoki hayvonga jimo qilishi orqali manisini to'kkan bo'lsin, xoh to'kkan bo'lmasin, farqi yo'qdir degan. Aslida sharia islomiyada o'lik odamlar bilan jinsiy munosabatda bo'lish yoki hayvonlar bilan jinsiy munosabatda bo'lish shar'an harom qilingan. Lekin bu insoniyat, inson omili, ba'zan tabiati buzuq insonlar o'zlarini nafslarini jirovlay olmaslik natijalarida mana shunday manfur ishlarga qo'l urib qo'ysalar, ularning ro'zalari buziladi hamda bir kunga bir kun qazosini tutib beradi deydi Hanafiy mazhabi ulamolari. 60 kun ro'za tutib bermaydi, kafforatini tutib bermaydi deydi. Xoh u shahvatini chiqargan, xoh shahvat chiqarmagan bo'lsin, farqi yo'q degan. Burhoniddin Marg'iloniy Quduriyni mazkur iborasini keltirgandan so'ng o'zlari shu iborani izohlayaptilar. Ushbu masala xilofan lish-Shofi'i rahimahulloh. Bu masalada Imom Shofiy rahmatullohi alayhining qarashlariga zidlik bor, muxolafat bor, teskarilik bor. Imom Shofiy rahmatulloh aytadilarki, o'sha mayyita bo'lsa ham u o'zini qasddan shu ishga amalga oshirgan bo'lsa, bu manfur ishni bajargan bo'lsa, bunga kafforat vojib bo'ladi deganlar. Hanafiylar aytadiki, kafforat vojib bo'lmasligiga sabab deyapti. Li'annal jinayata takamuluha biqado'i shahvati fi mahallin mushtahan va lam yujad. Sodir etilgan jinoyatning komil jinoyat bo'lishi kerak, u kafforat berishi uchun. Bu yerda sodir etilgan jinoyatning komil bo'lishligi aslida kishi qachonki tabiati tortgan, ishtiho qilgan, xohlagan o'ringa qazosini qondirsagina u jinoyat mukammal jinoyat deb e'tirof qilinadi. Ammo sog'lom tabiatli insonlar o'lgan kishi bilan yoki hayvonlar bilan jinsiy munosabatda bo'lishligini odatda inson tabiati xohlamaydi. Shuning uchun valam yujad degani mana shu. Ya'ni ishtiho qilingan mahal, insonni tabiati tortadigan o'rin, shahvatini qondiradigan joy bu holatda mavjud emas deyapti. Hanafiylar shu aqliy dalil bilan kifoyalangan. Summa indana kama tajibul kaffaratu bil viqa'i ala ar-rajuli tajibu ala al-mar'ati. Biz aytgan edik bundan avvalgi darsimizda man jama'a amidan fi ahad as-sabilayni fa alayhi al-qada'u wal kaffara dergandik. Kim ikki jinsiy a'zodan biriga qasddan mujomaat qilib qo'ysa, unga ham qazo, ham kafforat vojib bo'ladi degan edik avvalgi darsimizda. Burhoniddin Marg'iloniy o'sha masalani yana davomi sifatida aytayaptilarki, xo'p, qiluvchiga vojib bo'ladimi yoki qildirganga vojib bo'ladimi desa,
har ikkalasiga ham vojib bo'ladi deganlar. So'ngra deyapti bizga ko'ra, Hanafiy mazhabiga ko'ra, kafforat jimo sabablik, ya'ni jinsiy munosabat, ayol bilan jinsiy munosabat qilganligi sababli erkak kishining zimmasiga vojib bo'lgani kabi ayol kishini ham zimmasiga vojib bo'ladi deymiz. وقال الشافعي رحمه الله في قول لا تجب عليها. Imom Shofiyda bu masalada ikki xil qarash bor ekan. Masala shuki, agar ayolni majburlab erkak shu jinsiy munosabatda bo'lgan bo'lsa, unda ayol kishiga kafforat vojib bo'lmaydi yoki bo'lmasa kafforatni ismi yoki bo'lmasa uning maunasi, xarajati erkakni zimmasida bo'ladi degan. Bittasida umuman ayolga bo'lmaydi degan. Ammo ayol o'zi xohlab bu ishga moyillik bildirgan bo'lsa, har ikkasiga ham bo'ladi degan Imom Shofiyning qarashlari bor. Bir qavllarda, fatvolarda aytgan ekanlarki, ayolga kafforat ro'zasini tutib berish yoki kafforat sadaqasini berish vojib bo'lmaydi. Li'annaha mutaalliqatun bil jima'i. Chunki kafforat jimoga bog'liq bo'lgan jazodir. Va huwa fi'luhu. Jimo esa bu erkak tomonidan sodir bo'lgan ishdir. Innama hiya mahallul fi'l. Ayol kishi o'sha jimo ishini amalga oshirilgan o'rindan iborat bo'lgan xolos. Erkak jimo fe'lini amalga oshirib olish uchun ayolni farjidan foydalangan. Shuning uchun ayolga kafforat vojib bo'lmaydi, balki qazoni tutib berishi bilan kifoyalanadi degan ekanlar. Va qala fi qawlin tajibu. Ammo ikkinchi bir boshqa fatvolarida ayolga ham kafforat vojib bo'ladi, biroq yatahammaru rajulu anha i'tibaran bima'il ig'tisali. Erkak ayolni nomidan masalan o'sha jimo orqali al-maslahatul fa'itani yo'qotdi kishi, ya'ni inson uchun dunyo oxiratiga keladigan manfaatni shu jimo qilish orqali qo'ldan chiqarib qo'ydi. Ayni vaqtida ayol ham shu ishni sodir qildi. Endi buning gunohi yatahammaru rajul anha deganda bu yerda ikki xil ma'no beramiz. Birinchisi o'sha ro'zasini qasddan buzib qo'yganligi uchun sodir bo'lgan gunohni erkak zimmasiga oladi degan holatda izohlasak bo'ladi. Ikkinchisi, ayol kishi kafforat ro'zasini tutib berishga qodir bo'lmaganda u 60 ta miskinni qornini to'yg'izish kerak edi. Ana bu miskinga beriladigan sadaqani, xayr ehsonni erkak zimmasiga oladi degan Imom Shofiy. Nima uchun bu masalaga shunda e'tibor yondoshdilar Imom Shofiy? Bu kishi g'usl qilish suviniga ushbu masalani qiyosladilar. Ya'ni xotin jinsiy munosabatda bo'lishganda har ikkalalariga g'usl qilish vojib bo'ladi. Ana shu g'usl qilinadigandaga ishlatiladigan suvning xarajati odatda erkakning zimmasida bo'ladi. Bu bil ittifoq, barcha fuqaholar shunga ittifoq qilishgan. Ayol kishi cho'miladigan suvning xarajatlarini ham erkak kishi ko'taradi. Bu yerda ham kafforatni orqasida turadigan xarajatlarni ham erkak zimmasiga oladi deb Imom Shofiy mana shunday qiyos yo'lini tutganlar. Valana, bizlarning dalilimiz. Biz aytdikki, har ikkalasi ham qazo ham kafforat ro'zalarini tutib beradi degan edik. Ushbu so'zimizga dalilimiz qavluhu sallallohu alayhi va sallam. Man aftara fi ramadona fa alayhi ma alal muzahiri degan. Kim Ramazon oyida qasddan ro'zasini buzsa, uning zimmasiga muzohirning xotinini zihor qilgan kishining zimmasiga vojib bo'lgan jarima vojib bo'ladi degan. Ana shu muzohirning birinchi dastlabki jarimasi bir qul ozod qilish edi. Endi hozirgi kunimizda bunaqa qulchilik davrlar tugalib ketgan. Quldorlik tizimi yo'q. Ikkinchisi esa agar qul topa olmasa ozod qilishga mana bu odam yoki qurbi yetmasa degan 2 oy ketma-ket roza tutib beradi degan. Ana 2 oy roza tutishga ham odamni sog'lig'i, salomatligi ko'tarmaydigan bo'lsa, ana bu odam 60 ta miskinni qornini to'yg'izadi degan.
Kafforatning tartibi mana shunday. Va kalimatu man tantazimu zukura val inasa. Hadis sharifdagi arabcha man, ya'ni kim degan so'z bu umumiy so'z bo'lgani uchun bu erkaklarni ham ayollarni ham o'z ichiga olaveradi. O'sha kim ro'mazasini buzsa deganda ana jimo orqali ham erkak ro'zasini buzadi, ham ayol ro'zasini buzgan bo'ladi. Shuning uchun har ikkovlariga kafforat jarimasini ado etishi lozim bo'ladi. Va li anna sababa jinoyatul ifsadi. Mana aqliy dalil ham keltiryapti Hanafiylar. Kafforatni vojib bo'lish sababi bu ro'zani buzish jinoyatidir. La nafsul viqoi. Jimoning faqatgina o'zi emas. Ya'ni Ramazondan boshqa paytlarda xotinlik qilishlik bu jinoyat emas. Bu yerda viqoning o'zi jinoyat emas. Lekin ro'zador odam nafsiga mag'lub bo'lib, uning zimmasiga tushgan narsa ro'za vaqtida shu ishlardan tiyilish edi. Ammo tiyilmay shu jinoyatni sodir qildi. Ya'ni Ramazon ro'zani buzib qo'yish jinoyatiga bu nima bo'ldi? Viqo sabab bo'ldi. Mana shu ishda vaqad sharakathu fiha. Ana ayol ham eriga ana shu jinoyatul ifsod, ro'zani buzish jinoyatida hamkorlik qildi, ishtirok etdi. Shuning uchun ham ayolga ham kafforat ro'zasini tutish vojib bo'ladi. Wala tuhmalu anha kibdi biz o'qiyotgan kitoblarda wala yuhmal, wala tuhammal, wala yuhammal taf'il bobiga olganlar bor, boshqa bir necha vaznlarda o'qish mumkin ekan. Bu yerda Imom Shofiy aytadilarki, ayolni gunohini erkak zimmasiga oladi, ro'zani buzganligi sababli yoki kafforatdagi xarajatlarni erkak zimmasiga oladi dedi. Hanafiylar Imom Shofiyga rad qilib, yo'q, ayolning zimmasidan hech narsa olinmaydi. Ayol ham tep-teng eri bilan birgalikda javobgar bo'ladi. Li'annaha ibadatun aw uqubatun. Chunki kafforat ro'zasi ham bir ibodat yoki ayni vaqtida u jazo hamdir. Wala yajri fihima at-tahammulu. Bizning huquqiy qoidalarimiz, shariat qonunlarida ibodat masalasida yoki uqubat masalalarida ana boshqalar zimmasiga olish joriy bo'lmagan. Ya'ni bir inson namozini qazo qilib qo'ysa, boshqa odam uni o'rniga namozini o'qib bermaydi. Boshqa odam birovning o'rniga zakotini to'lab bermaydi. Shuningdek bir musulmon odam jinoyat sodir etib qo'ysa, u boshqa odamni uni nomidan jinoyatchi qilib jazolanmaydi. Har kim o'z qilmishiga o'zi javob beradi. Bu qoidadir. Shuni Burxoniddin Marg'iloniy aytayaptilarki, wala yajri fihima at-tahammulu. Ibodatda ham, uqubatda ham boshqalarni zimmasiga olishi joriy bo'lmaydi. Ya'ni joriy qilinmaydi deganlar. Qala walau akala aw shariba ma yutaghazza bihi aw ma yutadawa bihi fa alayhi al-qada'u wal kaffaratu. Quduri rahimahulloh aytadilar, agar ro'zador biror nimani yeb qo'ysa yoki ichib qo'ysa, ma yutaghazza bihi, u yegan yoki ichib qo'ygan narsasi odatda insonning tanasi ozuqalanadi. Ya'ni insonning tanasi ozuqalanadigan narsani yeb yoki ichib qo'ysa, davolanadigan yoki bo'lmasa ozuqa bo'ladigan mahsulotlarni yeb ichib qo'ysa, bu odamning zimmasiga ham qazo ro'za, ham kafforat ro'zasini tutib berish vojib bo'ladi deganlar. Va qala Shofi'i rahimahulloh la kaffarata alayhi. Imom Shofiy rahmatulloh aytadilarki, yeb ichib qo'ygan kishining zimmasiga kafforat ro'zasi vojib bo'lmaydi. Li'annaha shuri'at fil viqo'i. Chunki kafforat Ramazon oyida jinsiy munosabat qilish orqali ro'zasini buzib qo'ygan odamlar haqida joriy bo'lgan. Bi xilofil qiyosi deyaptilar. Ya'ni qiyosga xilof ravishda. Bu
u yerdagi bixilofil qiyosiy degani, qiyos bu asl masala degani. Odatda jimoda ham kafforat vojib bo'lmasligi kerak. Ya'ni qasddan ro'zasini buzgan odam o'rnima-o'rin bir kunga bir kun tutib bersa kifoya qiladi. Lekin bu yerda nas borligi uchun jimo haqidagi Nabiy alayhissalatu vassalamdan hadis vorid bo'lganligi uchun biz qiyosni tark qilamiz, qiyosni olmaymiz degan bu kishi. Nega bixilofil qiyos bo'ldi? Qiyosga xilof ravishda bo'ldi. Li irtifa'i zambi bittawbati. Chunki odatda musulmon odam tavba qilishi bilan chin ko'ngildan ana gunoh insondan ko'tarilib ketadi. Ya'ni gunohi yuvilib ketadi. Shu bilan bu odam bir jinoyat sodir qilgan bo'lsa, u tavbasini qilsa, gunohi qolmasligi kerak. Ammo ibodat zimmaga vojib bo'lgani uchun bir kunga bir kun ro'za tutib qo'yilsa bo'lar edi. Fala yuqasu alayhi g'ayruhu. Alayhidan murod viqo. G'ayruhu degani g'ayrul viqo'i va huwa al-aklu va shurb. Yeyish, ichish kabi jinoyatlarni viqoga qiyos qilinmaydi deb Hanafiylarga Imom Shofiy rahmatullohi alayh raddiya bildirganlar. Mana shu masalada Imom Shofiy rahmatulloh aytayaptiki, kafforat Ramazonda kunduzi jinsiy aloqa qilgan kishi haqida vojib bo'lgan, nasda kelgan. Qiyos sababli kafforat yuzaga kelmagan deyaptilar. Va ma sabata bil qiyosi deydi. Fag'ayruhu alayhi la yuqas deydi. Qiyosga aks o'laroq sobit bo'lgan hukmlarga boshqa masalalarning hukmini taqqoslab bo'lmaydi deydi. Fala yajuzu isbatul kaffara fil akli va shurbi bil qiyos. Shunday ekan, yeb ichib qo'ygan kishiga ham qazo, ham kafforat to'laydi deb aytishimiz qiyosga asosan to'g'ri emas degan Imom Shofiy rahmatullohi alayh. Valana bizning dalilimiz esa biz aytayapmizki, qasddan yeb ichdimi, qazo ham kafforati ham vojib bo'ladi deb aytdik. Bu shu gapimizga, fikrimizga dalil. Annal kaffara ta'allaqat bi jinayatil iftar fi Ramazona ala vajhil kamal. Kafforat Ramazon oyida ro'zani qasddan buzish jinoyatiga bog'liq. U jinoyat ala vajhil kamal to'liq holatda yuzaga oshirilganiga qarab sodir bo'ladi. Vaqat tahaqqaqat, mana biz aytgan masalada ana shu to'liq holatdagi jinoyat yuzaga kelgan. U ham bo'lsa, u ongli ravishda bilgan holatda badaniga ozuqa bo'ladigan yo shifo bo'ladigan mahsulotni yegan va ichgan va natijada o'sha istagini qondirgan. Bu to'liq holatda amalga oshdi. Va bil ijabil i'taqi takfiran. Biz aytamizki, qazo bu jabr uchun, yo'qotilgan maslahatni to'ldirish uchun deb aytamiz. Ammo kafforat esa bu zajr uchun deymiz. Ya'ni jazo uchun. Qayta bunday jinoyatni sodir etmasligi uchun aytamiz. Shuning uchun bu yerda qulni ozod qilishni vojib qilish kafforat bo'lishi uchun ijob qilamiz. Urifa anna at-tawbata ghayru mukaffiratan li hazihi al-jinaya. Ana biz bilamizki, ushbu turdagi, ya'ni qasddan qilingan kamal tarzda, to'liq tarzda bajarilgan jinoyatlarga tavbani o'zi g'ayri mukaffira, ya'ni uni ketkazib yubormaydi. Mana Nabiy alayhissalatu vassalam ana shu muzohirga ham yoki Ramazonda ayoli bilan qasddan jinoyat qilib qo'yganga tavba qildim deyishiga qaramasdan turib, undan kafforatni ko'tarib yubormadilar, balki unga jazo belgiladilar. Summa qala wal kaffaratu mislu kaffarati dhihari lima rawayna. Ana biz yuqorida kafforat degan so'zni takror aytyapmiz. Quduriy rahmatullohi alayhi aytadilarki, kafforat zihorning, ya'ni Ramazonning kafforati zihorning kafforati kabidir. Biz rivoyat qilgan hadisga asosan
Biz rivoyat qilgan hadis yuqoridagi man aftara fi ramadona fa alayhi ma alal mudahiri degan hadisi sharif edi. Ya'ni kim Ramazon oyida qasddan ro'zasini buzsa, uning zimmasiga, muzohirning zimmasiga vojib bo'lgan jarima uning ham zimmasiga vojib bo'ladi degan mazmundagi hadisi sharif edi. Zihor qilgan kishining kafforati qanday bo'lsa, ro'zasini qasddan Ramazon oyida buzgan kishini ham kafforati shu tartibda, shu shaklda bo'lar ekan. Va li hadisil a'robiyi va yana qolaversa deyapti Burhoniddin Marg'iloniy, a'robiy hadisiga ham asosandir. A'robiy hadisi deganda biz a'robiy kishining hodisasini tushunishimiz kerak. Bu hodisani mana quyida Burhoniddin Marg'iloniy o'zlari keltiryaptilar. Fa innahu qala. Bu a'robiy kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib, "Ya Rasululloh, halaktu va ahlaktu." O'zim ham halok bo'ldim va birovni ham halok qilib qo'ydim dedi. Faqala sallallohu alayhi va sallam mada sana'ta? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nima ish qilib qo'yding dedilar. Faqala waqa'tu imraati fi nahari ramadon mutaammidan. U kishi aytdiki, men Ramazon oyini kunduzi ayolim bilan qasddan jinsiy munosabat qilib qo'ydim, yaqinlik qilib qo'ydim dedi. Faqala sallallohu alayhi va sallam a'tiq raqabatan. Shunda Rasululloh bir qulni ozod qil dedilar. Faqala la amliku illa raqabati hadihi. Ya Rasululloh, men faqat o'zimni raqabamdan boshqa raqabaga molik emasman, ya'ni ega emasman va unga kuchim ham yetmaydi, qudratim ham, qurbim ham yetmaydi dedi. Faqala sum shahrayni mutatabi'ayn. Unday bo'lsa sen ketma-ket 2 oy roza tut dedilar. Faqala va hal ja'ani ma ja'ani illa min as-sawm. Ya Rasululloh, boshimga kelgan narsa shu roza orqali keldi. Ya'ni men Ramazonda o'zimni tiyib tura olmayapman. Shuning uchun ham yaqinlik qilib qo'ydim. Faqala at'im 60 miskinan. Unday bo'lsa 60 ta miskinni ovqatlantir, ya'ni bir mahal qornini to'yg'izdir degan mazmunda jarima belgiladilar. Faqala la ajidu. Bu a'robiy kishi aytdiki, men 60 ta miskinga yegulik topolmayman dedi. Qo'lim kalta demoqchi. Fa amara Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ay yu'ta bi faraqin min tamrin va yurwa bi araqin min tamrin va fihi 15 so'an. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir faraq tamir keltirishni buyurdilar. Faraq bu arablarning o'sha davrdagi o'lchov birligi. Hozirgi kunda shu 16 kilogramm atrofida bo'ladi. Mana shu miqdorda xurmo olib kelishni ba'zi rivoyatlarda araq lafzi bilan kelgan ekan. Bir araqimiz 15 so. 15 so, bir soyimiz o'rtacha 3 kilo deb qaraydigan bo'lsak, bu faqihlar o'rtasida vaznda ozgina ixtilof bor. Biz taxminiy olamiz. 40-45 kilo atrofida xurmo bo'ladi. Mana shucha xurmo olib kelishni buyurdilar. Sahobalar olib kelishdi. Va qala farriqha alal masakin. Buni o'sha a'robiyga berdilarda, ana endi miskinlarga shu xurmoni tarqat dedilar, o'zingni nomingdan deb. Faqala vallohi laysa bayna labatayil madinati ahadun ahvaja minni va min ayali. Bu odam aytdiki, Allohga qasamki dedi, mana shu Madinaning 2 qoyasining o'rtasida, Madina bilasizlar, shu vodiyday iborat tog'liq joylar, balandliklarni ko'rsatib, mana shu qoyalarning o'rtasida men va meni oilamdan ko'ra bunga muhtojroq odam yo'q, ya Rasululloh dedi. Shunchalik kambag'alman dedi. Faqala kul anta va iyaluka yujzi'uka va la yujzi'u ahadan ba'dak. Unday bo'lsa bu xurmoni sen oilang bilan ye. Bu senga joiz bo'ladi, ruxsatdir va sendan keyin kimsaga ruxsat bo'lmaydi, joiz bo'lmaydi dedilar. Ushbu hadis sharifdagi
Rasul alayhissalom dastlab A'robiyga qulni ozod qilish haqida top buyruqlari, undan keyin ketma-ket 2 oy roza tutib berishi, agar unga ham qodir bo'lmasa 60 ta miskinni ovqatlantirishi haqidagi buyruqlari, bular xuddi o'sha Qur'oni Karimda zihor oyatida muzohir kishiga nimalarni buyurilgan bo'lsa, ayni bir xildir. Ulamolar ushbu hadisni ham kafforatning jinoyatida ushbu tartibda ado etishligini aytganlar. Va ayni vaqtida tarixda, islom tarixida ham jinoyat qilib, ham shuncha miqdordagi xurmoga ega bo'lgan yagona shaxs bu mazkur hadisda kelgan A'robiy hisoblanadi. Va huwa hujjatun ala Shofi'i rahimahulloh fi qawlihi yukhayyaru li'anna muqtadahu at-tartibu. Mazkur hadis Imom Shofiy kafforat jinoyatini o'tayotgan kishi ixtiyorli bo'ladi degan so'zlarga qarshi dalil deymiz, deydi Burxoniddin Marg'iloniy. Chunki biz aytamizki, li'anna muqtazahu at-tartibu. Chunki A'robiy hadisining muqtazosi, ya'ni taqozo qilayotgan narsa ko'rib turibmizki, bu tartibdir. Dastlab qul ozod qilish, so'ng ketma-ket 2 oy roza tutish, so'ng 60 ta miskinni ozuqalantirish, ovqatlantirish. Mana shu tartibda kelgan. Taqozo qilayotgan holat ham mana shu tartibda bo'ladi. Biz Hanafiylar mana shuni olamiz. Imom Shofiy esa ixtiyorli, xohlasa qul ozod qiladi, xohlasa 60 ta miskinni ovqatlantiradi, xohlasa 60 kun roza tutib beradi degan qavllari bor ekan. Mana shu qavllari ham Hanafiylar aytayaptiki, juda ham to'g'ri qavl emas degan. Va ala Malikin rahimahulloh fi naf'i tatabu'i lin-nassi alayhi. Ushbu hadis Imom Malik rahimahullohning ham kafforat rozasini tutayotgan kishi ketma-ket tutib berishi shart emas. Uni qurbi yetganda yil davomida tutib bersa bo'laveradi degan gaplariga ham qarshi dalil ekan. Fin naf'i tatabu'i lin-nassi alayhi deyapti. Bu kishi ketma-ket paydarbay tutib berish borasida, tutib bermaslik borasida nas borligi uchun bu odam ixtiyorlik degan gapni aytgan ekanlar. Qaysiki bu kishi har qanday ro'zaki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ketma-ket tutib berishlikni zikr qilmagan bo'lsa, ro'zador odam ixtiyorli bo'ladi. Xohlasa ketma-ket tutib beradi, xohlasa bo'lib tutib beradi. Qaysi ro'zaki Qur'oni Karimda zikr ketma-ket tutilishligi zikr qilingan bo'lsa, bunday ro'zalarni ketma-ket tutib berish lozim bo'ladi degan gapni aytgan ekanlar. Bu hadisi sharifdagi voqea, hodisa ham Imom Shofiyning mazkur gaplariga qarshi bo'ladi, deydi Burxoniddin Marg'iloniy. Hurmatli darsimiz ishtirokchilari, bugun darsimizni shu yerda to'xtatamiz. Inshaalloh kelgusi darsda bu bobni yakunlab qo'yamiz inshaalloh. Hozircha salomat bo'linglar. Xayr. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.